بسم الله والصلاة والسلام على من لم نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي محبين اللغة العربية مرة ثانية، كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث معكم هيكل الإنشاء. في موضوعنا الإنشاء اليوم، يعتقد بعض الناس أن الأطفال يجب يتعلموا اللغة الأجنبية منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، بينما يعتقد الآخرون أن من الأفضل انتظار حتى التحاقهم بالمدرسة الثانوية. لو نترجم هذا الإنشاء باللغة العربية بالأوزبكية، bazı odamlar bolalar maktabga qabul qilishning boshdanoq chet tilini o'rganishlik kerak deb o'ylashadi. Boshqalar esa o'rta maktabga o'qishga kirguncha, ya'ni o'rta maktab degandan birov bu 11-sinfda, ya'ni 9 dan to 11-sinfgacha 9 dan 11-sinfgacha bo'lgan paytgacha o'shani kutishlik kerak deb o'ylashadi. Vaholanki bu ikkita tariq. Ya'ni bu mavzu nimaga o'xshash deyiladigan bo'lsa, muhokama va afzallik va kamchiliklar inshosiga o'xshaydi. Yana qaytib aytaman, muhokama va fikr so'radigan muhokama va albatta afzallik va kamchiliklar haqida bo'lib o'tadigan bo'lgan mavzuga, ana shunga o'xshash struktura haqida gaplashib o'tamiz, xudo xohlasa. Xo'p, ana endi demak, inshaalloh taol boshlaymiz. Haykalul insha. Inshoni muhokamasi yoki inson strukturasi deyilsa, asosiy qismi biz mavzuni tushuntirib o'tdik va o'sha mavzuni arabchasida ham va o'zbekchasida ham tarjima qilib o'tilgan. Demak, asosiy qismida nima qilishimiz kerak? Ya'ni inshoni kirish qismini nima qilishimiz kerak? Nimalar haqida birinchi navbatda yozishimiz kerak? Muqaddima qanday bo'lishi kerak? Muqaddimada nimalar tutishimiz kerak? Muqaddima haqida qanday rejalar tuzishligimiz kerak? Inshaalloh batafsil tushuntirib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda mana shu inshomizga qanday qilib reja tuzish mumkin va qanday qilib reja tuzib olamiz deyilsa, birinchi navbatda al-jumla tamhidiyya, ya'ni al-jumla tamhidiyya bu muqaddima eng birinchi jumla hisoblanadi. Masalan, bu yerda nimalar deyishimiz mumkin deyilsa, ahamiyatut ta'allum lughatil ajnabiyya fi ta'ziz al-furs an-najah va at-tawasul alam hadisi. Ya'ni biz mavzuni avvalo bir umumiy ravishda olyapmiz. Yana qaytib aytaman, mana bu biz hozir asosiy e'tiborimiz bolalarni yoshlikdan o'rganishlik emas, balki asosiy til o'rganish, ya'ni o'sha chet tillarni o'rganishlikni afzalliklari, ahamiyatlari va hozirgi dunyoda bog'lanishlik imkoniyatlari haqida gaplashib o'tamiz. Bu yerda birinchi biz urg'u beriladigan narsa til o'rganishlik. Chet tilini qanday o'rganishlik haqida gap boradi. Demak, asosiy mavzu tushunarli bo'ldi. Demak, bizning rejamiz, asosiy birinchi rejamiz nima bo'lar ekan? Kirish jumlasi, asosiy kirish jumlasi zamonaviy dunyoda muvaffaqiyat va muloqot imkonlarini oshirishda chet tillarni o'rganishning ahamiyati haqida birinchi gaplashib o'tamiz. Undan keyin esa ikkinchi qismida esa ورد الإشكالية اختلاف الآراء حول عمر والأنساب لبدء تعلم أطفال للغة الأجنبية. ikkinchi taraflama, endi birinchi navbatda biz aytdikki, chet tili haqida gaplashib o'tdik. Chet tili xo'sh, dunyoda muvaffaqiyat erishishlik uchun yoki yangi insonlar bilan muloqotni yoki masalan avvalambor dunyodagi barcha o'sha dunyo muvaffaqiyatga erishishlikka yoki zamonaviy dunyomizda aynan biz hozirgi 2021 asr deymiz, 21 asr zamonaviy texnologiya asrida hisoblaydigan bo'lsak, til o'rganishlikni qanaqa muvaffaqiyat ekanligini yoki muloqotlarda imkonlarni, muloqot paytida sizni sohibingiz, ya'ni sizni muhotabingiz, sizni masalan ishtirokchingizni imkoniyatini oshirishlik haqida chet tilini o'rganish ahamiyati haqida gapirib bordik. Endi ikkinchisi esa muammoli ko'rinish. Muammoli ko'rinish degan ma'noda mana bu yerda asosiy biz ixtilof qiladigan narsa, ya'ni bizni ikkiga bo'linadigan narsa bu bolalarni chet tilini o'rganishni boshlash va u uchun eng asosiy yosh va nima haqida yosh va nima? Uni avvalambor yoshi haqida fikr mulohazalar ketadi. Ya'ni turli xil, ba'zilar o'ylaydiki, masalan o'sha ingliz tilini olaylik yoki chet tilini masalan 5-sinfda o'rganish afzal deyiladi. Ba'zilar esa 7-sinfda o'rganish deydi. Ba'zilar esa 1-sinfdan boshidayoq o'zbek ingliz tilini yoki rus tilini yoki masalan o'sha chet tillarini asta-sekinlik bilan talaba o'sha bolaga o'rgatib borish kerak deb o'ylashadi yoki fikrlashadi. Demak, asosiy e'tirof fikratur raisiyya. Asosiy bizni nima qilamiz? Bizni asosiy g'oyamizni ilgari surib aytamizki, mavzu bo'yicha ikkala fikrimizni taqdim qilamiz. Ya'ni yuqorida aytganimiz kabi biz
talabalarni, o'sha bolalarni, o'sha yoshlarni, bolalarni deymiz, chet tilini o'rganishlikni maktabdan boshlanishlik yaxshi deb o'ylaymizmi yoki ularni o'sha 9-sinfdan 11-sinf madrasa sanoviy yoki 5dan to 11gacha deydi ba'zilar. Ba'zilar buni 5-sinfdan to 11-sinfgacha madrasa sanoviy deydi. Ba'zilar esa 9dan to 11gacha madrasa sanoviy deyiladi. Xuddi shunaqa o'sha paytdagi, o'sha mahaldagi til o'rganishlik, chet tilini o'rganishlik afzalmi? Qaysi biri sizlar uchun muhim degan haqida mana shu insholar ketgan. Demak, tushundilaringiz degan umiddaman. Hozir ekranga yozamiz. Xo'sh, tushundilaringizmi degan umiddaman. Hozir tushundingizmi? Sizlarmi deymizmi? Uzr. Endi afali ba'dul ashya, ya'ni nahnu nuxti fi aqtol isha. Tushundinglaringizmi? Asosiy tushundilaringizmi? Agar tushungan bo'lsalaringiz, xudo xolasa komment yozib qo'ysalaringiz, biz keyingi qismga o'tib boramiz. Qanday qilib aniqlashimiz? Masalan, biz savol beriladi. Talabalardan xuddi shu inshoni men bir boshqa talabalarimga berdim. Mana shu talabalarga berdim va talabalar birinchi aytgan so'zi qanday qilib aniqlay olaman, bu muhokama inshosimi yoki bu fikr so'raladigan inshomi yoki bu masalan afzal kamchiliklar inshosimi yoki u masalan faloncha bismoncha masalan qanday qilib biz mavzuni muhokama inshosi ekanligi yoki masalan o'sha afzallik kamchiliklar bo'lishi haqida inshomi yoki bizdan fikr so'radigan insholarmi yoki ikki taraflama masalan bahs qiladigan insholarmi, mana shu biz buni qanday qilib aniqlay olamiz, qanday qilib farqlay olamiz degan savolga esa biz ekran yaxshi emasda menda degan ekan. Samardin, sizmi domla? Ekran ko'ryaptimi yaxshi? Ekran ko'ryapti demak. Xo'sh. Qanday qilib aniqlay olaman degan savolga esa biz mana bunday javob beramiz. Agar bizni inshoyimizni boshlanishi, eng birinchi boshlanish mana bu yer deymiz. Mana bu yer nazarda tutyapmiz. Mana bu yer nazarda tutyapmiz. Mana shu yergacha, mana shu yergacha nazarda tutamiz. Mana shuni bir qizil qilib yoki biron bir rang qilib oladigan bo'lsak, mana shu yerni nazarda tutyapmiz. Ya ataqidu ba'dun nas anna atfal yajibu an yajibgacha, ana shu ya ataqidun to yajibgacha bo'lgan narsamiz. Mahya mizayul va uyub bilan boshlaydigan bo'lsa yoki hal ta'taqidu anna mizaya tufuqul uyub, masalan uning afzallik va kamchiliklari nima degan ma'noda yoki masalan hal ta'taqidu anna mizaya tafuqul uyub deb gap ketadigan bo'lsa yoki masalan naqish mizaya va uyub va abdi ru'yuka degan gaplar bilan boshlaydigan bo'lsa yoki o'shalar o'rta, mana shu so'zlarni biz shu insholarda ko'radigan bo'lsak, demak bu narsa bizni muhokama inshosimiz bo'ladi. Xo'sh, ana endi misol tariqasida namunaviy savol. Namunaviy savolga ham biz shu keltirgan yanvarda bo'lgan imtihonimizni namunaviy savolni keltirganmiz. Ba'zi odamlar shuni biz yuqorida tarjima qilib o'tdik. Bu haqida yana qaytib gap o'tirish hojat emas. Qanday qilib yozamiz? Mana endi tasavvur qilaylik. Bizga shu narsa tushdi aniq. Va aniqlashsa shu narsa talabalar yanvar oyida kirganlar bormi deb yozaman hozir shu yerda. Yanvar oyida kirganlar bormi? Yanvarda kirganlar bormi? Yanvarda kirganlar bormi? Kirganlar bormi? Kirganlar bormi? Xo'sh, yanvarda kirgan azizlar bo'lmasa, inshaalloh taol komment yozib qo'yasizlar. Yanvarda kirganlar haqida gaplashib o'tamiz. Alhamdulillah. Demak, yanvarda kirganlar buni yaxshi biladi va tushunishadi. Bularga mana shu insho tushdi. Mana shular tushdi va buni tarjimasi ba'zi odamlar bolalar maktabga qabul qilishni boshlanoq chet tilini o'rganishga kerak deb o'ylashadi. Boshqalar esa o'rta maktab, ya'ni o'rta demoqchimiz. Bu ba'zilarda 5-sinfdan to 11-sinfgacha aytganimizdek va ba'zilarda esa 9dan to 11-sinfgacha olishadi. Xo'sh, mana shu. Ular ana shu inshoni endi mana shu inshonimizni biz qanday yozamiz? Qanday bo'ladi? Yozamiz. Yozishlik uchun ahvol qanday kirganlar, kayfiyatlar. Inshaalloh taolo uni ham gaplashib o'tamiz. Demak, oxirida biz vaqt qo'yamiz, ya'ni vaqt alohida ajratamiz. Shu yanvarga kirganlar bilan va ertaga bo'ladigan spikerlar haqida inshaalloh qisqa o'yinda irshadat nasoy, ya'ni nasihatlar va yo'nalishlar berib o'tamiz. Lekin asosiy urg'uyimiz inshoga qaratilgan. Demak, asosiy maslahatlar qanday yozamiz deyilsa, birinchi navbatda savoldagi afzalliklar va kamchiliklarda ko'p bo'lishi mumkin. Biroq faqat bitta kamchilik, bitta afzallik haqida yozish mumkin. Masalan, mana shu inshoyimizni biz olishimiz mumkin. Ba'zi bir odamlarga bu narsa, masalan, yoshlarni chet tilini
maktabli tilda o'rganishlik ular uchun afzal. Chunki u boshidan, ya'ni bola boshidan deb ketadi. Va ba'zi birlar esa bu gapni shunday qilib tasavvur olishadiki, yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir. Xuddi shunaqa iboralar bilan nima qilishadi? Shu iboraga, shu maqolga tatbiq qilinib, yoshlarni, o'sha bolalarni kichkinadan yo'q, ya'ni maktabni birinchidan yo'q nima bo'ladi? Chet tilini o'rganishlikka qo'yishadi. Va ba'zi birlar endi afzalliklar, endi kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kamchiliklar ba'zi birlar bu narsani kamchilik bo'lgan talaba o'sha yosh bolalar yoshligidan salgina qiynalishi mumkin yoki zerikishi mumkin. Mana shular haqida gap boradi asosiysi. Demak, bizdan asosiy bo'ladigan narsa yo bitta afzallik yoki bitta kamchiligini yozishimiz ma'qul bo'ladi. Xo'sh, ana endi kirish qismida esa afzalliklar va kamchiliklarning ayni o'zini keltirib, ularning tarixiy misol bermang. Unga lekin bunga bermaymiz. Kirish qismida esdan chiqarmanglar. Afzallik va kamchiliklar haqida umuman so'z bormaymiz va ular haqida ta'rif ham bermaymiz, ular haqida gap ham keltirmaymiz. Boshlashdan avval aniq ustun yo'l sabablarni belgilab olamiz. Duch kelgan ustunlik yoki kamchiliklarni birin-ketin yozib ketaveramiz. Ana miyangizga keldi birinchi navbatda, bola demak yoshlikda o'rganishlik kerak ekan, yozib ketamiz. Undan unaqa emas. Avvalambor biz nima qilishimiz kerak ekan? Duch kelgan ustunlik tarafini yoki kamchiliklar tarafini birin-ketin yozib ketmaymiz. Tushunarli? Yoki birinchi navbatda bizda salbiy ko'proq bor, salbiydan boshlaymiz. Yoki bizda ko'proq ijobiy bor, ijobiydan gap boshlamaymiz. Balki uni birinchi navbatda nima haqida ketayotganligini birinchi navbatda nima haqida gap ketayotganligini aniqlab olishimiz kerak. Chunki masalan shunaqa deydi-ku, kasalni aniq davosini, aniq o'sha kasallik nimadan paydo bo'lganini bilmaganingizgacha har xil unga nima qo'yasizmi, tashxis qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yana qaytib o'taman, biron bir bemorni unga masalan u bosh og'rig'imi, u qorin og'rig'imi, u boshqa og'riq bilan chekyaptimi, uni asosiy o'sha unga bosh og'rig'iga, qorin og'rig'iga yoki boshqa bir og'riqqa asosiy nimadan yo'q qilyapti, nimadan bu narsa paydo bo'lyapti. Agar o'shani aniqlamaganimizgacha biz unga har xil tashxis qo'yishimiz mumkin. Mumkin uni aytishimiz mumkinki, masalan o'sha masalan oq qon demaymiz-ku, biron bir boshqa bir kasallik, biron bir masalan qorin og'rig'i yoki biron bir boshqa bir kasalliklarni aytishimiz mumkin, tashxis qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa. Demak, bu narsa tushunarli degan umiddaman. Ana endi ushbu turdagi mana bu narsani nima uchun aynan men ko'k rang qilib olganimning sababini aytishim kerakki, bunda biz diqqat e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Ushbu turdagi insho ham fikr so'riladigan insho turiga o'xshab ketadi, lekin asosiy farq shuki, bu yerda asosan vazirning ikki tomonini muhokama qilamiz. Odatda sizda o'z fikringiz ham so'raladi bunda. Unda oxirida siz o'zingiz fikr yoki boshda ham o'zini fikringizni albatta ko'rsatishingiz shart bo'ladi. Ushbu turdagi savolga yondashishning eng oson va eng sodda yo'li siz rozi bo'ladigan tomonni bir qismi va qolgan esa qo'shilmaydigan tomonni ikkinchi qism qilib ajratib olasiz. Bo'ldi. Yana qaytib o'taman. Siz o'sha bolani yoshligidan, maktabdan yo'g'ini endi maktabga kirishidan masalan o'sha fikrga siz qo'shilasizmi yoki siz aynan 11-sinfdan yoki o'sha madrasasi sanaviyya o'sha qismdan siz o'sha tomonni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar tomonidanmisiz yoki o'sha qo'llab-quvvatlaydigan tarafdanmisiz? O'shani aniqlab olasiz. Ana shu narsani aniqlab olsangiz, inshaalloh taol, demak, siz inshoni yoza olasiz. Bu turdagi insholarni aniqlash kaliti shundaki, siz ikkala nuqtai nazarni muhokama qilishingiz kerak bo'ladi. Bu ikki qarama-qarshi fikr o'rtasida qaror qabul qilishingiz va o'z fikrlaringizni, o'z ta'birotlaringizni, o'z dalillaringizni qo'llab-quvvatlash uchun nima qilishingiz kerak? Burhan, ya'ni dalil keltirishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda talabalar ichida aynan mana shunga oid, mana bu masalan o'quvchilarimizga kecha aynan onlaynda o'quvchilarimga shuni yozdirib ko'rdim, mana shu mavzuni. Mana shu mavzuni yozdirib ko'rdim kechqurun va ulardan deyarli ko'pi qanaqa xato qilishgani biz mana bu yerda keltirib o'tganmiz.
ushbu 3 ta katta xato muhokama ishlarga keng tarqalgan. Hattoki bizning talabalarimizga hozirgacha bor. Ya'ni garchi ularga tushuntirib o'tsak ham, garchi ularga masalan mana shu inshaalloh strukturani tushuntirib o'tsak ham, ba'zi bir hollarda, aynan ko'p emas, ba'zi bir hollarda mana shu narsa tarqalgan talabalar ustida. Birinchisi bu nima deyilsa, o'z fikringizni bildirmas. Ya'ni biz talabalarimiz o'zlarining fikrlarini bildirmaydilar. Ikkinchi esa ikkala fikrni ham dalillarni keltirmaydilar. Ya'ni bitta tomonda bitta dalil keltiradi, yana bitta bitta dalil keltiradi. Lekin u dalil emas. Chunki dalil bo'lishi uchun uni misollari kerak, ularni izohlari kerak, u uchun o'zining fikringizni keltirishingiz kerak. Mana shu haqiqiy dalil hisoblanadi. Va uchinchisi esa bahsni ikki tomonni teng rivojlantirmaymiz. Masalan, afzallik biz bilamiz, afzallik ko'p. Demak, afzallikka e'tiborimiz, fokusimiz afzalga qaratiladi va nimadan pastlanadi? Kamchiliklar haqida yoki masalan o'sha biz qo'llab-quvvatlagan taraf, ya'ni o'sha madrasa, maktabni endi boshlagan paytda biz buni afzal deb bildik va o'shanga urg'u, ya'ni e'tiborimizni, fokusimizni o'shanga qaratamiz. Ammo biz madrasa sanaviyada bo'ladigan mahallini, o'sha til o'rganishlikni madrasa sanaviya bo'lgan marhalasida o'sha darajasiga e'tibor qaratmaymiz. Mana bu narsa talabalarimiz ichida eng ko'p va talabalar ichida eng ko'p tarqalgan xatolardan biri hisoblanadi. Demak, mana bu haqida bildik degan umiddamiz. Xo'sh, buning asosiy mavzusi nima deb oladigan bo'lsak, keling masalan, asosiy maslahatlar haqida. Asosiy maslahatlar tushunarlimi? Maslahatlar tushunarlimi? Asosiy maslahatlar tushunarlimi? Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, bitta kommentga yozib qo'ydirsangiz, inshaalloh biz qolganini davom ettiramiz. Bismillah. Yaxshi. Foydali bo'lyaptimi deb qo'ygan, foydali bo'lyaptimi? Domlarim foydali bo'lyaptimi? Azar foyda bo'lyaptimi? Agar foyda bo'layotgan bo'lsa ham shunga salgina bir e'tiborlaringizni qaratishingizni so'rab qolamiz. Bizga bu narsa motivatsiyani tashjiq bo'ladi inshaalloh taala. Xo'p bo'ladi, demak tushunarli bo'layotgan bo'lsa albatta inshaalloh. Zo'r, rahmat. Ozgina ilmlarimizni hurmat qilib, shu bizni koshonamizga ilm istab kelibsizlar. Alloh barchamizni ilmlar ziyoda qilsin. Xo'p, ketganida inshoni asosiy nimalari? Tuzilmalari. Asosiy tuzilmasi qanday bo'ladi? Inshoni asosiy tuzilmasi qanday qilamiz? Biz qanday qilib bu inshoga nimalar tuzishimiz mumkin? Qanday tuzamiz? Muqaddimani qanday tuzamiz? Asosiy ta'birlarni qanday tuzamiz? Va qolgan qismlarni qanday tuzamiz? Birin-ketin o'tamiz. Birin-ketin tanishib, ko'rib chiqamiz. Demak, asosiy qism boshladik. Kirish qismini qanday qiladi desa, berilayotgan vaziyatni ikki tomon borligi haqida umumiy fikr yozamiz. Bu haqida inshaalloh taolo mana bu yerda berilgan, o'ylamanglar. Masalan, insho kirish qismi namuna haqida bu yerda berilgan. Faqat o'z boshida beramiz. Ya'ni boshida biz sizga nazariyni tushuntiramiz. Undan keyin esa pastda mana bu yerda amaliylar bor albatta. O'ylamanglar, amaliy yo'q deb. Yo'q, amaliy ham bor. Ya'ni biz o'shanga namuna yozganmiz va namunalarni ham ko'rib chiqamiz birin-ketin. Birinchisi, asosiy biz sizlarga nazariyni tushuntiramiz. Undan keyin esa biz o'sha mana shular haqida, shu alif nima, a, b, c bo'yicha biz namunaviy birinchi muqaddima yozganmiz. O'shani ko'rib chiqamiz birin-ketin keyin. Demak, asosiy berilayotgan vaziyatda ikki tomonni borligi haqida umumiy fikr bildiramiz. Undan keyin esa ikkinchi, berilayotgan vaziyatni afzallik tomoni va u haqida ba'zi bir odamlarning fikri va berilayotgan vaziyatga boshqa ikkinchi tomonni fikrini ham qo'llab-quvvatlab yozamiz, ko'rsatamiz demoqchimiz. Va asosiysi esa biz oxirida esa o'zimizni fikrimiz, ya'ni sizning fikringiz va vaziyatni qay biri sizga ma'qul. Ya'ni siz bu ikkita tomonda, o'sha maktabda boshlang'ichda yoki o'sha o'rta holatda sizdan qaysi biri siz qaysi biriga qo'shilasiz? Siz uchun qaysi biri afzal, qaysi biri yaxshiroq? Mana shuni ko'rsatamiz. Va hozir aytganimdek, vaziyatni qay biri bizga ma'qul, o'shani yozib ko'rsatib chiqamiz. Demak, ana endi
tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi asosiy ikkinchi, asosiy birinchi bandni boshlaymiz. Al-fiqratul ulani boshlaymiz. Al-fiqratul ula haqida gapirib o'tamiz. Vaziyatni afzal tomoni haqida umumiy birinchi gap keltiramiz. Ya'ni bizda siz masalan tasavvur qiling, ovoz yaxshi kelmayapti. Ovoz qanday azizlar? Ovoz deyarli ko'p kishi aytayapti, ovoz yaxshi emas deyapti. Qarang. Ovoz qanday? Ovoz ko'p kishi aytayapti-ku, yaxshi emas deyapti-ku. Xo'sh. Ovoz yaxshi bo'layotgan bo'lsa davom ettiramiz. Xo'sh, demak, yana qaytib aytamiz. Asosiy birinchi qism bandda biz vaziyatni afzal tomoni haqida gapirib o'tamiz. Endi ba'zi birlar bu masalani aytishi mumkin. Ikki tomonga bo'lishadi. Ba'zi birlar aytadiki, yoshlikdan olgan insonlar, ya'ni yoshlikdan chet tilni o'rganishlikni afzal deb biladiganlar o'sha haqida umumiy gap yozadi, yoki ikkinchi tomon esa maktabda yo'q, ya'ni maktabni 11-sinfda yoki 9-sinfdan 11-sinfgacha mana shu oralig'ida til o'rganishlik afzalroq deganlar esa o'sha tomonni afzal deb umumiy gap yozadi. O'shalarga ikki tomon ham izoh va sabablar ko'rsatadi. Nima uchun buni tanlagani uchun va unga izoh keltiradi va unga sabab keltiradi va unga biron bir do'stini yoki biron bir yaqin insonini yoki biron bir jamiyatdagi bitta mashhur insonni yoki biron bir o'sha ko'rgan atrofdagi qarindoshlari yoki biron bir insonlarni misol keltiradi va u haqida kichkina xulosa qiladi, bo'ldi. Mana shu haqida bo'ladi. Tushunarli bo'ldi tushunarligini unutdim. Yana qaytib aytaman. Kim ikki tomondan birini afzal deb oladigan bo'lsa, o'sha haqida umumiy gap yozadi va unga izoh keltiradi. Izoh degandan murod u nima uchun buni tanladi va tanlagani sababini keltiradi. Va tanlaganligi sabab keltirgandan keyin endi unga mana shu, masalan biz misol tarafdan aytishimiz mumkin. Mana o'zim sizlarga afzal deb oladigan tarafini aytadigan bo'lsam, men masalan maktabni boshidan o'sha birinchi sinfdan o'rganganligi afzal deb bilaman. Va bunga sabab keltirishim mumkinki, mani o'sha masalan yaqinlarim, akam masalan yoki boshqa bir aziz insonlarim yoshlikdan yo'q, chet tilni o'rganganligi sababidan hozir ular ba'zi birlar ish bilan bo'lib ketgan, ba'zi birlar tarjimon bo'lib ketgan va ba'zi birlar esa chetda katta kompaniyalarda ishlayapti. Mana bu narsa sabab. Va bunga misol keltirishim mumkinki, aynan o'zimni masalan yaqinlarim deb aytadigan bo'lsam, yaqinlarimdan masalan ba'zi birlar Turkiyada ishlayapti, ba'zi birlar masalan Amerikada ishlayapti, ba'zi birlar esa Saudiyada ishlayapti, ba'zi birlar Dubayda ishlayapti. Mana shunaqa haqida misol keltirib o'tamiz. Va o'zimiz haqida kichkina xulosa qilib aytishim mumkin. Mana shu haqida bo'ladi. Demak, ikkinchi qism nima deyilsa, ikkinchi qismda biz uni kamchilik tomoni, ya'ni esa biz uni nima deb olarkanmiz? Asosiy qism deb olmaymiz-ku. Biz buni asosiy qism deb olmaymiz. Asosiy qism deb olmaymiz. Balki endi ikkinchi tomon qilib olamiz. Ya'ni biz endi buni masalan biz tanlaganimiz maktabda o'qishlik bo'ldi, maktabni boshidan chet tilni o'rganishlik bo'ldi. Ikkinchi tomoni esa maktabni 11-sinf yoki 9-sinfdan o'sha tomonni biz birinchi tomon mana bu asosiy qism bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomon esa biz vaziyatni kamchiligi tomoni haqida umumiy gap aytamiz. Kamchilik tomoni demak bu ikkinchi tomon bo'ladi. O'sha haqida biz umumiy fikrlar keltiramiz va izoh, sabab va misollar keltiramiz. Lekin azizlar, shunday bo'lishligi kerak, yuqorida aytganimiz kabi tenglik albatta bo'lishligi shart. Tenglik albatta adolat bo'lishi shart. Biz masalan misol tariqasi asosiy bandda afzallik tomoniga 20 so'z yozgan bo'lsak, albatta kamchilik, ya'ni o'sha siz tanlamagan tomonga ham 20 ta so'z yozish shart bo'ladi. Bu adolat. Tushunali? Yana qaytib aytaman. Bunda ijod ta'biri shunday to'g'ri tuzilgan bo'ladi. Biz afzal ko'rgan tomonga 20 ta so'z yozgan bo'lsak, misol tariqasida, ikkinchi tomonga ham xuddi shunaqa 20 ta so'z yozishimiz shart. Shundagina bu inshoyimiz to'g'ri ta'vil qilingan bo'ladi. Xulosa haqida berilayotgan vaziyatda ikki tomoni ham bor va lekin asosiy siz qaysi tomonni qo'llab-quvvatlaysiz, shu haqida gapirib o'tasiz. Bo'ldi, tamom, hech qanaqa mulohaza, hech qanaqa gap, so'z bo'lmaydi. Demak, mana shu narsa tushunarli bo'ldimi? Xo'sh, demak, tushunarli bo'lgan ovoz qanday? Ovoz yaxshi, hammasi yaxshi, mashallah, bilmayman. Ba'zilarda endi yaxshi ishlamayapti deyapti. Xo'p, demak, inshoning asosiy tuzilmasi haqida. Asosiy tuzilmasi haqida.
Mana so'roqcha degan tushunarlimi degan ma'noda azizlar. Mana so'roqcha qo'yganimiz tushunarlimi degan ma'noda. Tushunarli deb so'z yozmadik-ku. Inson asos tuzilmasi haqida so'roqcha qo'ydik. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, inshaalloh taol shuni ham yana bir izoh qoldirasizlar. Ha, tushunarli bo'ldi. Bo'ldi. Xo'sh. Asosiyat agar tuzilmasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, xo'sh, tushunarli, rahmat domla bizga tushunarli bo'lgan bo'lsa yaxshi. Hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa yaxshi. Xo'sh, ana endi insonni kirish qismi tuzilmasi qanday bo'ladi? Ushbu turdagi insonlarni ham muhokama turidagi insonlar kabi 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Asosiyatdagi mavzuning bugungi kunda umumiy ahamiyati, xo'sh, vaziyatning ikki tomonlama haqida gaplar ochib beramiz va o'zimizning fikrimizni qaysi tomonlar bu afzal ko'rasiz buni aytamiz. Ya'ni yuqoridagi gaplarni biz qisqa va lo'nda tushuntirib berdik endi bu yerda. Biz yuqorida birin-ketin detal tushuntirdik. Mana bu yerda esa umumiy qilib tushuntiramiz. Va yana ozgina eslatmalar bo'ladi. Eslatma nima degan paytda azizlar, juda ko'p talabalarimiz mana shu yerda xato qilishadi. Inshoni muqaddimasida bilmasam bir inshoni muqaddimasi insho bo'lib ketadi. Ya'ni nima demoqchiman? Inshoni muqaddim insho degandan murod inshoni muqaddimasida sizdan eng ko'p talab qilinadigan so'z 2 yo 3 ta gap bo'ladi. Azizlar, yana qaytib aytaman. Sizdan so'ralgan, talab qilinadigan narsa 2 ta 3 ta gap bo'ladi. Siz u yerda 10 ta 15 ta gap yozib qolganiga keyin nima deb yozsam bo'ladi? Nima deb yozsam, yo suvlarni ichib yana qaytadan miyaga qolmasdan yoki hech qanaqa fikrlar kelmasdan unaqa emas. Asosiysi muqaddimada 2 ta 3 ta gapdan iborat bo'lishi shart. Va umuman agar buni ochiqroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, 40-60 so'zdan iborat bo'lsa bo'ldi. Va hattoki biz talabalarga aytganmizki, vaqt ajratishga ham aytganmiz. Ya'ni masalan o'sha talabalarimizga aytganmiz doim, yozishga muqaddimaga ko'p qolib ketmanglar. 5-10 daqiqa mobaynida yozib olinglar. Siz masalan insho yozyapsizmi? Insho yozayotganda avvalida birinchi navbatda vaqtga qarang. Chunki u yerda vaqt beriladi albatta. Vaqtni masalan ekranda qo'yiladi, beriladi ba'zi joylarda, ba'zi kompyuterda qo'yib beradi yoki ba'zi joylarda hamma ko'rsin deb masalan katta tabloda qo'yib beradi vaqtni. Vaqt necha daqiqa qoldi deb. Aynan siz insho yozayotgan paytingizda birinchi navbatga vaqtga qarang. Vaqtni qarang va bosh muqaddima haqida birinchi navbatda demak o'zingizga hisoblang. Masalan siz 10 taga boshlayapsizmi? Masalan keling, misol tariqasida 13:10 da siz boshladingiz. Inshoni muqaddimasini 13:10 gacha 13:10 to 13:20 gacha sizga muddat bo'ladi. Aynan siz muqaddimani yozib bo'lishingiz shart bo'ladi. Ana shu vaqtgacha siz albatta nima qilishingiz kerak ekan? 2 ta 3 ta gapdan iborat, ya'ni so'z, gap yozishingiz kerak bo'ladi va uni chuqurroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, 40 yoki 60 ta so'zdan iborat so'z bo'lishi shart. Bo'ldi. Qolgani ko'plik qiladi, qolganiga esa biz fikrlay olmaymiz yoki qolganga fikr qolmaydi, qolgan qismlarga fikr qolmasligi sababidan biz qisqa va lo'nda qilib tushuntiramiz muqaddimani. Demak, mana shu narsadan namunaviy, ya'ni namunaviy savolga o'sha yanvardagi savolni tashlaganmiz. Inshoni kirish qismi namunasi. Deyarli barcha turdagi insholar qismi buni biz tushuntirib o'tdik. Masalan, qarang. Ana yu'addu at-ta'allum al-lughat al-ajnabiyya min maharat al-asasiyya allati tuftahu آفاقا واسعة للطفل في مستقبل ولكن يتأثر الجدل حول عمر الأنسب لبدء هذا التعلم يرى بعض الناس أن تعلم اللغة الأجنبية يجب أن يبدأ منذ التحاق الطفل بالمدرسة الابتدائية بينما يعتقد الآخرون أن من الأفضل تعجيل ذلك حتى مرحلة المدرسة الثانوية لكل رأي الأسباب والمباريات مع ذلك رأي الشخصي هو هو إن منافع من تعلم اللغة الأجنبية fi sinil mubakkir. Bo'ldi. Ana endi biz chiroyli qilib tushuntiradigan bo'lsak. Masalan, biz ana endi yuqorida aytganimiz kabi biz nima qildik? Mavzuni umumiy haqida, mavzuni umumiy qilib oldik. Ya'ni umumiy fikrlar haqida aytdik. Berilayotgan mavzuni 2 tomon, kirish qismida mana bunga endi biz keltira olamizki, ana bu A ga esa biz mana bu gapni keltira olamiz. Chunki biz boshida aytdik. Chet tillarni o'rganishlik kelajakda bola uchun katta yo'llarni ochib beradi. Katta yo'llarni ochadigan asosiy ko'nikmalardan biri. Ammo bunday o'rganishni boshlash uchun eng mos yosh umr haqida tortishuvlar paydo bo'ladi. Ba'zi odamlar chet tilini o'rganish paytida bolalarni boshlanish maktabiga kirgan paytida boshlanish kerak deb o'ylashadi. Va ular shu fikrda. Boshqalar esa buni o'rta maktabda qoldirgan ma'qul deydi. Va har bir fikrni
asosiy sabablar bor. Mening shaxsiy fikrim shundaki, erta yoshda chet tillar o'rganishning afzalliklari foydaliroq deb aytdik. Endi kirish qismi uchun ishlatadigan ba'zi bir iboralar. Ya'ni o'sha biz qanday qilib kirish qismlarida qaysi iboralarni ishlatish mumkin va ba'zi bir talabalar so'raydi, ustoz, masalan, siz shunaqa deb yozyapsiz, bizni qanday iboralar ishlatishimiz mumkin yoki shunga o'xshash, masalan, kirish qismini boshlaydigan yoki kirish qismida ko'p ishlatilgan iboralar bormi deyilsa, albatta bor. Bulardan misol, yujadilu ba'du nas bi anna baynama yaqul akhir. Ba'zilar buni bas qiladilarki nuqta-nuqtacha va shu vaqtda boshqalar aytadilarki shunaqa. Masalan, aytishim mumkin, bu yujadilu ba'du nas bi annadagi nuqta-nuqtachaga siz meni keltirayotgansiz. Masalan, iltihaqu deymiz bil madrasatil ibtidaiyya va baynama yaquluna al-akhirun anna fi madrasa sanawiyya. Ba'zilar buni bahslashadiki, o'sha chet tilini yoshlikdan o'rganishlik yaxshimi yoki ba'zilar esa aytadiki, nimadan ekan, maktab 11-da bo'lgan paytda o'shandan boshlash afzalmi degan ma'noda. Xo'p. Tushunarli bo'ldi. Demak, endi buni shunday o'ylaydilar. Endi ikkinchisi, masalan, ya'tabiru ba'duhu anna deb aytishimiz mumkin va baynama hunak oxirun yufakkiruna anna deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Yoki ko'pincha aytadilarki va shu vaqtda boshqa ixtilof qiladiki va fikr qiladiki. G'oliba ma yuqolu nuqta-nuqtacha va ba'zilar esa bunga qarshi chiqib yoki bularga ixtilof qilib nima qiladi? O'zlarining fikrlarini mana bunaqa holatda bildiradilar deb aytadi. Tushunarli bo'ldimi? Tushuntirdimmi, menimcha azizlar? Xo'p, agar tushungan bo'lsalar, o'sha shu komment ustida komment yozmayman, balki o'sha kommentdan to'lib ketasizlar. Xo'sh, inshaalloh asos tuzilmalarni yana so'roqcha qilib qo'yaman. So'roqchaga inshaalloh tushundilaringizmi, tushunmaganlaringiz bo'lsa, inshaalloh yana aytishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, tushunarli degan umiddamiz. Agar tushunarli bo'lmagan bo'lsa, yana qayta tushuntirib o'tamiz. Undan keyin esa inshaalloh asosiy bo'limga o'tamiz, azizlar. Tushunarlimi? Azizlar, bir qo'yib beringlar bir kanalga, bir nimaga, kommentariyaga. Bismillah. Tushunarli bo'lma. Qolganlar ham tushunarli bo'lgan, hech kimda hech qanaqa savol yo'q. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, oxirida saqlab qolsangiz ham bo'ladi. Oxirida inshaalloh batafsil birin-ketin savollarga javob beramiz. Asosiy bo'lim. Bu yerda kirish qismidagi bo'limlarni asosiy ikki tomonni yoritib berishlik kerak bo'ladi. Bir tomon egalarining fikrlarini alohida, ikkinchi tomon alohida aytdik. O'zingiz qaysi fikr qo'shilsangiz, xulosa qilsangiz, buni yana qaytib ikki tomonli muhokama qilib bo'ldik. Ba'zan shaxsiy fikrni 3-bo'limda ham istasa bo'ladi, lekin bu uchun vaqtni to'g'ri taqsim qilish olishi mumkin bo'ladi. Ya'ni ba'zi birlar demaydi, men maslahat beraman sizlarga azizlar, 3-bo'lim qilib o'tirmanglar. Chunki o'zi asosiy muqaddima, bir ikkinchi bo'lim xulosa qilsalaringiz eng yaxshi insho shu. Chunki 3-bo'limga deyarli 70% talabalar ulgurmaydi. Bir soat ichida siz ham insho yozishingiz kerak bo'ladi, ham xat yozishingiz kerak bo'ladi. Shu uchun ham azizlar, shunga diqqatliroq bo'lishimiz uchun birinchi navbatda muqaddima, asosiy fikr, keyingi ikkinchi bo'limni fikri va xulosa qilsalaringiz eng yaxshi tubdan zo'r bo'ladi inshaalloh. Xo'p, ba'zi fikrlarni aytdik. Avvalo aytib o'tganimizda asosiy bo'limlarni bu kirish qismida qaytib o'sha gaplarni keltirib o'tdik. Mana ar-ra'yul awwal at-ta'allumu fi sin mubakkir dedi yu'akkidu anna mu'ayyidu hadha ar-ra'y anna ta'allumu al-lughat al-ajnabiyya fi sin mubakkira yu'azziz min qadri at-tifl al-lughawiyya wal-aqliyya haythu yakunu ad-dima'u fi marhalat at-tufula maranan wa akthar qudratu ala isti'ab al-aswat wal-mufradat al-jadida kama أن أطفال في هذا العمر يتعلمون بطريقة طبيعية دون شعور كبير بالضغط. Xo'sh, masalan, endi buni qolganini tarjima qilib o'tamiz. Birinchi fikrda erta yosh o'rganishlik haqida siz o'zingizni fikringizni keltirdingiz. Yoki biron bir tomon shu erta yoshda tilni o'rganishlik haqida gap ketdi. Ushbu fikrda tarafdorlar chet tilini erta yoshda o'rganishning bolaning lingvistika va aqliy qobiliyatini oshirishni ta'kidlaydi. Bolalikdan miya yanada moslashuv uchun yoki yangi tovushlarni yoki yangi so'z bo'ylarini yaxshiroq va tezroq o'zlashtiradi. Shuningdek, ushbu yoshdagi bolalar stressiz hech qanaqa asabiy bo'lmaydi va tabiiy ravishda o'rganadi. Va o'quv jarayonida bu narsa qiziqarli va samaraliroq bo'ladi. Bundan tashqari, chet tilni erta o'rganishlik umumiy akademik ko'rsatishlar bo'yicha eng ko'p tadqiqotlarni ko'rsatadiki, bu narsa yoshligida til o'rganishlik bitta yetmaydi, balki ikkita va unda ikkita til o'rganishlikda yoshlikdan ikki til o'rganadigan
talabalari shu bolalarni tanqidlash fikrlash, tanqidiy fikrlash yoki muammolari tezda va aniqlik bilan hal qilishlik qobiliyatiga ega bo'ladi bular. Mana shular. Endi ikkinchi tomon esa maktabni o'rta maktabni demoqchi bu aynan endi 9-dan 11-da tarafini oladigan fikrlari ular bunaqa deb aytayotganlar. Boshqa tomon ba'zilar o'rta maktabdagi kutish yaxshiroq deb ta'kidladi. Chunki bu yoshda bola yetukroq, ya'ni grammatik so'zlarni chuqurroq ma'noni anglatadi va bundagi talabalar o'z ona tillarini avvalambor mustahkamlagan bo'ladi. Ya'ni ona tilida ular yaxshi tushungan bo'ladi. Iboralar yoki olganda ular mustahkam poydevorga ega bo'ladi. Va ular hech qanaqa chalkashlik yoki chet tilini o'rganishlikka qiyin bo'ladigan narsalarni o'zlarining miyalarida osonlashtirishadi. Va bundan tashqari katta yoshdagi talabalar akademik kasbiy maqsadlarni, akademik demaymiz, balki asosiy kasbiy chet tilini o'rganishlikda kuchli motivatsiyaga ega bo'ladi. O'zlariga o'zlari motivatsiya beradi. Men qilishim kerak, men o'qishim kerak, men o'zlashtirishim kerak. Chunki yigitlar aytadiki, men ertaga masalan endi hammamiz azizlar, yigitlar albatta bu narsa tegishli bo'ladi. Oila o'qishim kerak yoki men oila boshlig'i bo'laman, men o'zim har tomonlama nimaroq bo'lishim kerak, ya'ni aqliy bo'lishim kerak, keng fikrli bo'lishim kerak va hokazo boshqa bir narsalarni jiddiyroq va samaraliroq qabul qiladi va shu narsaga olib keladi. Samaraliroq bo'ladi o'rta maktabda kutishlik. Ya'ni o'rta maktabni chet tilini o'rta maktabdan boshlashlik jiddiyroq va samaraliroq bo'ladi deb aytishadi. Endi xulosa bo'limni yozishlikda nima qilishimiz kerak? Xulosa bo'limni yozishlik uchun ma'qul bo'ladigan xulosa tuzilish. Eng asosiy ma'qul bo'ladigan narsa. Ideal xulosa yozishlik uchun ikkita yoki 3 ta ibora bo'ladi. Aynan agar diqqat qilib e'tibor bo'lgan bo'lsangiz, bizda ham albatta ikkita ibora bor. Bizda 3 ta ibora bor. Bir, mana bu baynamadan 2 boshlanadi. 2dan to mana bergacha tarkizgacha 2 ta ibora bo'ladi. Al-ahamudan to mustaqbaligacha 3 ta bo'ladi. Demak, biz ideal xulosa qilish uchun 3 ta ibora yetadi bizga. Birinchi jumlaga nima qilar ekanmiz? Ikki tomonni fikrini umumiy qayta yozamiz. Ikkinchi jumlada siz tanlagan tomoningizni yozamiz. Birinchi gapda asosiy kirishni qismini ikki tomonni fikrini bir-birida qaytadan umumiylashtirib yozamiz. Umumiy qilib yozamiz. Ikkinchi gapda esa siz tomondan qaysi birini tanlaganingiz haqida aytib o'tasiz. Masalan, biz o'zimiz xulosa qilib aytamizki, oxir-oqibat yoki oxirda xulosada to'g'ri vaqt tanlash bolaning ehtiyojlarini va uning atrof muhitiga bog'liq. Erta yoshdan boshlash tilni rivojlantirish uchun ideal bo'lishi mumkin bo'lsa-da, katta yoshdagi til o'rganishlik yanada samaraliroq, ya'ni aniqroq va jiddiyroq bo'lishi mumkin. Eng muhimi bolani chet tilni o'rganishni yaxshi ko'rishga, ya'ni ana bu yerda men o'zim salgan xato qilganman. Men o'zimning fikrim demoqchi edim. Mana o'zimning fikrim eng muhimi bolani chet tilni o'rganishni yaxshi ko'rishga va kelajakdagi hayotiga ularga foyda bo'lishga undaydigan tomonni qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini ta'minlash bo'ladi. Xulosa qilib mana shuni aytganmiz. Va xulosa shakllantirish haqida umumiy qisqa bo'limda xulosalarni keltiramiz. Masalan, yakunida fi nihaya deb aytishimiz mumkin yoki gapning xulosasi shu kerak, xulosatul qawlu shunaqa deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Va talxis lima sabaqa, ya'ni yuqoridagilarni xulosasi shu bo'ladiki deb ayta olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ana endi umumiy biz tushuntirdik degan umiddaman sizlarga azizlar. Xo'sh, savollar. Mana endi biz ekranni o'chiramiz azizlar. Ana endi biz savollarga o'tamiz. Savollar kimda qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, savollarni